Xayrli kun do'stlar. Sport bilan shug'ullangan kishiga durusini aytganda, ruscha aytganda, условия ham nindidir spesialniy etik instrumentlar, qoidalar deganday nindidir usullar kerak da tugul deb o'ylayman. Chunki bugungi kunda mana hozir qozonligini olsak da ko'p dvorlarga yasadılar, haybatgina turniklar, brus deb aytganda kun sayin chiqta shug'ullan. Hammada lekin даже uyda yotgan kishilar da chiqib olay sport bilan shug'ullangan ham aktivni shug'ullana deb aytmas edim. Ne uchun deganda kishining o'zidan turadi. Shunga ko'ra mana bugunda ish davrida Centralniy stadionga kirdim. Mana mening ortda Centralniy stadion. Ortqa yog'indan kirganda, ortqa eshikdan aytik temir yo'l vokzali qirg'indan yog'indan kirsak, shunday kichkinagina sportivniy площадка bor. Shunday turniklar, joylanmalar rahatlanib shunda hozir men endi isga olam deb aytsang da durust bo'lar. Chunki turnikda uyda shug'ullansam da mana shunday spesialniy stanoklarda hali ko'pdan o'zimni to'yib qaraganim yo'q edi. Mana bunda наподобие тренажера Вейдера biz ko'kraklarni qabarta turgan shunday stanok. Mana uning girlari bor, 10 kilogramm bu blinlar, birsigina 10 kilogramm. Shuni qo'shib borasing. Men hozir 10 kilogramm plus bisi bir 10 kilogramm bordirindi stanogi 20 kilogramm ko'tarib o'zimga azrakkina shug'ul yasadim. Orttaragina tegisi preset oyoqlarni qabarta turgan deb aytganda bizning oyoq muskullarin ishlata turgan stanok bo'la. Самый uchinchisi ortda ansi bil ham orqa muskullarin orttira turgan shunday stanoklar bor. Yo'g'isa mana kirda bitindi shunda 15-20 minut vaqt jeydi, rahatlanib shug'ullan. Chista ochiq, eshiklar, qopqalar ochiq kunduz. Shuni o'ylab turdim hali men. Aytam, kishining o'zidan turar ekan. Kirding, shug'ullanding, chiqib ketding. Bir nindi trenajyorniy zal da kerakmi, bir nindi usullar da kerakmi ayrim deb aytganda rahatlanib tabiat shag'ina shug'ullansang, rahatlanib o'zingga foyda kelar deb o'ylayman. Shunga ko'ra erinmagiz, chiqig'iz, приседание yasag'iz, qo'llaringizni azroq aylantirig'iz, tirsaklaringizni yumshartig'iz. Foydaga ul foydaga, yigitlar, qizlar. Yori eson bo'ling'iz.